Kecha Manchester City safarda Bournemouth ustidan g'alaba qozondi. Juda qiyinchilik bilan va Angliya Kubogida yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Juda qiyin o'yin bo'ldi. Holland penaltidan ura olmadi, keyin bir nechta vaziyatlar bo'ldi va mana shu uchrashuvda tabiiyki Abduqodir Husanov biz uchun muhim edi. To'liq bir taym o'ynadi va taym oxirlarida Semenyo bilan kurashda kichik jarohat olganligi boisidan ikkinchi taym avvalida Josep Guardiolaning qarori bilan maydondan olindi va uni birinchi taymdagi harakatlari 6,5 ball bilan baholandi. Bu Eron bilan o'yindagi bahosi bilan bir xil. Bu nima degani? Mana bu mediani bosimi baribir borligidan mana shunday natijalar bo'lyapti. Chunki futbolchiga ta'sir qiladi, shaxsiy hayot, sportga aralashib ketishi bu noto'g'ri. Shuning uchun to'xtatish kerak. Agar to'xtatilmasa, keyingi o'yinlarda ham o'yin sifatiga ta'sir qiladi bu.